Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Teplovoz jamoasi ikkita kotyolimizni dasturxonga chiqaryapmiz. Bittasi Jizzaxga, Qo'qondan Pitaydan chiqarib yuboramiz. Bittasi Qo'qonda o'ziga Yaypanga, O'zbekiston tumani avtomat kotyolimiz. Bu ham 20 kilovatlik, bu ham 20 kilovat kotyol. Bular pol avtomat nijniy gareni. Mana alyumin korpusli ventilyator, original miyalari, tozalaydiganlari komplekt bo'ladi. Bu 20 kilovatlik avtomat kotyolimiz polskiy garelga o'rnatilgan. Shu originali Polshadan kelgani. Mana chashkalari ham o'zi bilan turibdi, tepadagi atrajatillari komplektida, xudo xolasa kontrollerlar mana dom avtomatika 320 modeli, mana 320 modeli dom avtomatika avtoreversli o'zini original alyumin korpusli polskiy ventilyatori. Kotyollarimiz mana cho'tki sifatli qilib yasalgan, bunkerlari, shneglari mana o'zini reduktori, 60 vatli energiya tejamkor motorlari. Tak, kotyollarimiz har doimgidek trayninglari o'zi bilan, klientlar trayingni yasab qiynalishmayapti xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli kotyollar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.